Angren shahar tarix muzeyi tashkil topish xronologiyasiga ko'ra 1960-yil 27-sentyabrda Sotsgorod posyolkasida tashkil topgan. 1963-yilga kelib, ya'ni oradan 3 yil o'tib, muzey 4 ta bo'limdan iborat edi. Tabiat, geologiya, tarix hamda arxeologiya. Bu muzeyga shaxsan o'zim bordim. Ushbu siz ko'rayotgan video tasvirlar aynan mening smartfonim orqali suratga olingan. Men borganimda muzey xodimlari bu yerda 3 ta bo'lim borligini menga ta'kidlashdi. Qolaversa, sizlar ko'rib turgan bu 4 minutli videodan tashqari men vlog ko'rinishida 35 minut 44 sekundli video ham olgan edim. Afsuski, u video YouTube'ga dunyo yuzini ko'rmasdanoq o'chib ketdi. Davom etamiz. 1972-yil oxirlarida Angren shahar tarix muzeyi yangi binoga ko'chirib o'tkazildi. 1 yil o'tib, 73-yilning aprelida muzeyning tarix arxeologiya zali ochildi. Angren shahar hokimining 2019-yil 21-avgustdagi 1960 sonli qaroriga asosan muzey o'lkashunoslik muzeyidan Angren shahar tarixi muzeyiga o'zgartirildi. Bugungi kunda Angren shahri muzeyida e'tibor bering, 32 mingtadan ortiq eksponat saqlanmoqda. Arxeologik yodgorliklar, etnografik buyumlar hamda tasviriy san'at asarlari shular jumlasidandir. Vohaning ilk yashovchilari deya eslaydi. Muzeyda katta ilmiy xodim bo'lib ishlagan Gulmira Solixonova Qurama xalqining yashash sharoitini maket, diorama tariqasida tasvirlashga harakat qilganmiz. 1950-yillardagi holatlari, 10-asrdagi yashash jarayonlari, paxsa uylar, sinch devorlar, qamishli tomlar ko'rsatib o'tilgan. E'tibor qiling, ma'lum qilinishicha, hozir muzeyga tashrif buyuruvchilar soni o'tgan yili 20 ming kishini tashkil etgan ekan. Endi esa muzeyning tabiat bo'limiga e'tiboringizni qaratasiz. Mahalliy flora va fauna namoyish etiladi u yerda. Masalan, muzeyda to'ruxton qushi ko'rgazmaga qo'yilgan. To'ruxton qushining uzunligi 28-33 sm, qanotlari 50-58 sm, vazni 120-310 gram bo'lib, uning o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumot beriladi. Qush suv omborlarining loyqa qirg'oqlari bo'ylab oziqlanadi va kichik umurtqasizlar, o't urug'lari hamda don ekinlari bilan oziqlanadi. Arxeologiya va tarix bo'limida Ohangaron vodiysining o'rta asrlardagi temirchilik hamda hunarmandchilik an'analari, paleolit davriga oid topilmalar haqida ma'lumot topsangiz bo'ladi. Masalan, Toshkent viloyatida topilgan qoya tosh suratlari muzey mutaxassislari tomonidan o'rganilgan va bu haqda ma'lumotlar taqdim etilgan. Madaniyat va ma'rifat. Muzeyda mahalliy rassomlarning asarlari, xususan Ortiq Ali Qozoqov kabi ijodkorlarning milliy rang tasvirga qo'shgan hissasi haqida ma'lumotlar mavjud. Uning asarlari sharqona ramziylik va avangard an'analarini o'zida mujassamlashtiradi. Etnografiya. Mahalliy xalqning turmush tarzi, an'anaviy hunarmandchilik buyumlari va boshqa etnografik eksponatlar namoyish etiladi bu yerda. Muzeyda eksponatlar soni aniq ko'rsatilmagan, ammo ularning xilma-xilligi shahar va vodiy tarixining turli jabhalarini qamrab oladi. Muzey doimiy ravishda yangi eksponatlar bilan boyitilmoqda. Endi muzeydagi tadbirlarga e'tiboringizni qaratasiz. Muzey xodimlari xalqaro tadbirlarda faol ishtirok etishadi. Xalqaro tadbirlarda, masalan, yaqinda bo'lgan, men ham borgan
8-Xalqaro O'zbekiston Gidlar forumida Angren shahar tarix muzeyining vakillari ham ishtirok etishgan edi. Muzeyda tabiat, tarix va san'atga oid maxsus ko'rgazmalar tashkil etiladi. Muzey 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan maxsus tadbirlar o'tkazadi. Bu tadbirlarda Ulug' Vatan urushi yillarida Angren shahrining ishtiroki, mahalliy qahramonlar va ularning xotirasiga bag'ishlangan ko'rgazmalar tashkil etiladi. Masalan, muzeyda urush davridagi eksponatlar, fotosuratlar hamda hujjatlar namoyish etilishi mumkin. Har yili 18-may kuni Xalqaro muzeylar kuni nishonlanadi. Bundan xabaringiz bor. Angren shahar tarix muzeyi ushbu kunda maxsus ko'rgazmalar, ekskursiyalar yoki mahalliy maktab o'quvchilari uchun ma'rifiy dasturlar tashkil qiladi. 2022-yilda Muzeylarning kuchi shiori ostida o'tkazilgan tadbirlarda muzeyning madaniy hayotdagi o'rni ta'kidlangan. Ilmiy ekspeditsiyalar. Muzey xodimlari muntazam ravishda arxeologik va etnografik tadqiqotlar olib borib turishadi. Masalan, 2021-yilda muzey mutaxassislari Toshkent viloyatining Lashkarak qishlog'i yaqinidagi 5 sandiq hududida qoyatosh suratlari bo'yicha ekspeditsiya o'tkazganlar. Bu suratlarda tog' echkisi tasvirlari va sug'diy yozuvlari topilgan bo'lib, ular paleolit davridan o'rta asrlargacha bo'lgan tarixni yoritadi. Eksponatlar va yangi topilmalar to'g'risida diqqat qilsangiz, o'zingiz uchun yangi bilimlarni olasiz. Neandertal odam haqidagi tadqiqotlarga ochiqmisiz? Muzey 2020-yilda Neandertal odamlariga oid ma'lumotlarni o'z blogida e'lon qiladi. Bu ma'lumotlar Ohangaron vodiysidagi paleolit davri topilmalariga asoslanadi va muzeyning arxeologik tadqiqotlar sohasidagi faoliyatidan darak berib turadi. Qoyatosh suratlari bo'yicha yangiliklar. 2021-yilda muzey xodimlari tomonidan topilgan qoyatosh suratlari nafaqat mahalliy, balki xalqaro e'tiborni jalb qilgan. Sug'diy yozuvlari va tog' echkisi tasvirlari muzeyning arxeologik fondini boyitgan. Angren shahrining tarixiy o'ziga xosligi. Muzey Angren shahrining temirchilik hamda ko'mir sanoati markazi sifatidagi o'tmishini yoritib beradi. Shahar 1946-yilda tashkil topgan bo'lib, uning dastlabki rivojlanishi ko'mir konlari va gulag lagerlari bilan bog'liq. Muzeyda bu davrga oid eksponatlar, ko'mir qazib olish asboblari yoki ishchilar shaharchasi fotosuratlari bor. Etnografik boyliklari haqida muzeyda mahalliy o'zbek, tojik va boshqa millatlarning an'anaviy kiyimlari, uy-ro'zg'or buyumlari va hunarmandchilik namunalariga alohida e'tibor beriladi. Xayr, sog' va salomat bo'linglar. Videodan rozi bo'linglar.